Oxirgi 10 yilda pensiya miqdori 3 barobar oshgan. 2021-yilgacha 1,1 million fuqaroning pensiyasi 400 ming so'mdan kam bo'lsa, bugun eng kam pensiya 878 ming so'm. Pensiya o'zi muntazam oshib borayotgan bo'lsa, nega endi tizimni isloh qilish zarurati tug'ilyapti? Sodda qilib tushuntirib bersangiz. O'zbekistonda pensiya tizimi solidar hisoblanadi. Mana shu solidar tizim, ya'ni bu bitta qozon deb tushuntiradigan bo'lsa, shu qozonga hamma ishlovchilarning ijtimoiy solig'i tushadi, keyin bugungi kundagi pensionerlarga shu yerdan moliyalashtiriladi. Takliflarimizdan biri bu jamg'arib boriladigan tizimni kengaytirish, rivojlantirish. Jamg'arib boriladigan pensiya tizimi bu davlat tomonidan beriladigan pensiyaga qo'shimcha ravishda bu pensiya bo'ladi va u ertaga pensiyaga chiqqanda ko'proq pensiya bo'ladi. Mana pensionerlar uchrashganda savollar ko'p berishadi. Nega biz deydi pensiyamizga chet elga borib dam ola olmaymiz deydi. Chet elni pensiyalari shunaqa davlat pensiyasiga birgalikda jamg'arib boriladigan pensiya tizimi rivojlangan. Ular shu 20-25 yil davomida uni har oy pensiya badali to'lab kelingan. Shuni hisobiga pensiya ham baland chiqadi. Maqsadimiz shu jamg'arib boriladigan pensiyani ham rivojlantirish. Demak, eng katta zarurat bu har bir O'zbekiston fuqarosi pensiya yoshiga yetganida, pensiyaga chiqqanida qo'liga ko'proq pul olish. Shunday. Qo'liga ko'proq pul olish hisoblanadi. 7,6 million so'm ish haqqi oluvchilarga agarda o'zini ish haqqisidan o'zini jamg'arib boriladigan hisob raqamiga ixtiyoriy ravishda 5% mablag' o'tkazsa, o'sha 5%ni 50%ni davlat qo'shimcha yana ustiga qo'shib beradi. Masalan, o'zini shaxsiy jamg'arib boriladigan hisob raqamiga 100 so'm o'tkazsa, davlat u 100 so'm ustiga 50 so'm qo'shimcha yana o'tkazib qo'yadi. Bu funksiya hammasi avtomatik ishlaydi. Keyingi yildan boshlaydigan bo'lsak bu tizimni hamma ishlovchilarga bu bittadan taklif boradi, elektron shartnomalar boradi. Tasdiqlab qatnashaman desa, avtomat счет ochilib, davlat tomonidan qo'shilgan pulni o'zlari ko'rib boradi. Taqqoslaydigan bo'lsak, demak, hozirgi kunda 7 million so'm ish haqqi olib 0,1% dan majburiy jamg'armaga to'laganda 20 yilda 5 million so'm mablag' yig'iladi. Hozir taklif qilinayotgan ixtiyoriy jamg'arma tizimida ishtirok, ya'ni 7 million so'm ish haqqi oluvchi fuqaromiz har oy 5% dan ixtiyoriy jamg'armaga mablag' o'tkazib borganda 20 yilda bu mablag' 126 million so'mni tashkil etadi. Eski tizimda 5 million so'm. Pensiyaga chiqqandan keyin u 5 million so'm qayerda? 126 million so'm qayerda? Xalq tilida aytganda bir qop pul bo'ladi. Bir qop pul bo'ladi. Adolat nuqtai nazaridan qaraganimizda shu 7 million 600 ming so'mdan oylik yuqori bo'lganlarga shu to'lagan ijtimoiy solig'idan 1%ni o'zini mana shu jamg'arib boriladigan tizimga qo'shimcha ravishda o'tkazib beradi davlat. Oddiy aytganda cashback. Masalan, 10 million so'm oylik oladi. Demak, 7 million 600 ming so'm bilan 10 millionni raznicasi 2 million 400. Ya'ni shu 2 million 400 ni 1% hisob raqamiga yig'ib boriladi. Adolatli pensiya tizimi yangi takliflarning asosiy g'oyasi bo'ldi. Xo'sh, adolatli pensiya tizimi u qanday bo'ladi? Pensiya hisoblashning ba'zi miqdor chegarasi bor. Bu bugungi kunda 6 millionni tashkil qiladi. Ya'ni 6 million so'mgacha bo'lgan ish haqqidan 55% 3 million 300 pensiya tayinlanadi. Eng yuqori chegara 6 millionga tenglashtirilgani uchun 15 million so'm ish haqqi oluvchi ham 3 million 300 pensiya tayinlanadi. Demak, mana shu yerda takliflarimizdan birisi hisobga olinadigan ish haqqini yuqori chegarasini oshirish taklifi bo'ldi. Bu oxirgi marta 2023-yilda oshirilgan edi. Shu orqali yuqoriroq ish haqqi oluvchilarni pensiyalari ham ko'proq bo'ladi. Hozirgi kunda pensiya hisoblagan payt oxirgi 10 yilni istalgan 5 yilligidan ish haqqisidan hisoblab pensiya tayinlanadi. Adolat nuqtai nazaridan mehnat davrini 20 yilligidan ish haqqisini olib turib pensiya tayinlash mexanizmiga o'tmoqchimiz. Masalan, keyingi yildan buni joriy qiladigan bo'lsak, keyingi yildan oxirgi 11 yilni 6 yili, 12 yilni 7 yili qilib har yili bir yil shu oshib boriladi. Shunda fuqarolarimiz adolatli 20 yil mehnat qildimi, 20 yillik ish haqqidan pensiya hisobga olinadi. Pensiya kamayib ketish
oldini olish maqsadida 20 yillik davr olganimizda shunda istalgan 2 yil eng past oylik olgan davrlarini olib tashlaymiz. Eng muhimi tizimni transformatsiyasi jihatidan prezidentimiz topshiriqlaridan biri bu raqamlashtirish. Ya'ni xalqimiz hujjat ko'tarib yurmaslik kerak, pensiya ularni izidan yurish kerak degan topshiriq bo'ldi va mobil ilova ishlab chiqqanmiz. Mening pensiyam degan ilovada ko'rib boradi. O'zini mehnat staji, o'zini ish haqqisini, o'zini soliqlarini, o'zini pensiyasini. Davlat rahbarimiz aytdilar, bu takliflar va umuman pensiya tizimi bu millionlab fuqarolarimizga ta'sir qiladigan tizim bu, islohotlar. Shuning uchun bu har bir taklifni yanada puxta o'rganib chiqinglar, mohiyatini, zaruriyatini puxta o'rganib chiqib va ikkinchisi aholi bilan uni muhokama qilishni, albatta muhokama qilishimizlikni qayta ta'kidlab topshiriq berdilar. 2027-yildan pensiya hisoblashdagi yuqori chegara 6 million so'mdan 6,6 million so'mga oshirilyapti. Bu qanchalik katta o'zgarish? Buni natijasida pensiya tayinlaganda pensiyalar o'rtacha 8% ga oshadi. Buni 27-yildan joriy qilishimiz munosabati bilan bu faqat shu joriy qilingan yildan boshlab yangi tayinlanayotgan pensionerlarga ta'sir qiladi. Bugungi kunda o'zini o'zi bandlar ijtimoiy to'lovi 412 ming so'mni tashkil etadi va bu summa ixtiyoriy, majburiy emas. Pensiya tayinlash uchun minimal staj 7 yil bo'lishi kerak. Ya'ni 7 yil 412 ming so'mdan 2 million 800 to'lasa, u 878 ming eng minimal pensiyaga ega bo'ladi. Oyiga 878 ming pensiya oladi. Takliflarimizdan biri 412 ming so'mni ixtiyoriydan majburiyga o'tkazish. Summa oshmaydi. Shu 412 ming so'mni bir yilda majburiy ravishda to'laydi. Xohlasa funksiya qoldiryapmiz, bo'lib to'lasin. O'zi 412 mingni bir yilga bo'lganda bu 34 ming so'mdan oyiga to'g'ri keladi. 3 dollar ham emas. 3 dollar ham emas. Xalqaro davlatlarni ko'rganda eng minimum o'zini o'zi bandlar to'laydigani oyiga 30 dollar to'laydi. Oyiga. Nega majburiy qilmoqchimiz? Tushuntirib ketmoqchi edim. 412 ming so'mni majburiy qilamiz va mana shu o'zini o'zi band bo'lib yurgan fuqaromiz birinchidan pensiya huquqiga ega bo'ladi va unga parallel ravishda vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqasi ham beriladi. Ya'ni bu kasal bo'lib qolsa, больничный chiqadi. Agar ayol kishi bo'lsa, o'zi band qilib yurgan, ularga shu homiladorlik va tug'ish nafaqasi berish tizimiga ulayapmiz. Bir so'z bilan aytganda, har bir taklif bu har bir fuqaroning pensiyasini oshishiga turtki bo'ladigan, xizmat qiladigan takliflar. Shunday. Bu degani fuqaroni ko'proq mablag' jamg'ariladi, davlat yanada qo'llab-quvvatlayapti fuqarolarni. Mana shu jamg'arilgan mablag'lar umuman iqtisodiyot nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu davlatimizga uzun pullar deb aytiladi. O'zi bu uzoq muddatli mablag'lar paydo bo'ladi va 10-15 yildan keyin fuqarolarimiz jamg'armasi paydo bo'ladi. Eng asosiy shu jamg'armani o'zlari boshqaradi, o'zlari ko'rib boradi, o'zlari nazorat qiladi. Katta tizimni, katta transformatsiyasi bu xalqchilligi bilan muhimligini mana bugun mulohazalarimizda angladik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Katta rahmat.